Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga ko'rsatgan mashina bomba mashina bo'ladi. O'zbekistonda uncha minivenlarda sindirib tashlasa kerak deb o'ylayman. Sababi 45 ming dollar kutilgan minivenimiz hozirgi kecha kunduzda 35 ming dollardan ham arzonroq holatda kirib keladi. Narxini va mashinani komfortligi bo'yicha ma'lumotlar oladigan bo'lsangiz, aqlli ozib qolish mumkin. Shuning uchun videoga bittadan like va podpiska bo'lgan bo'lsa, podpiska bo'lib, qani bo'lmasa ekranga yaqinroq joylashib olasiz va videoni uzmasdan turib reklamlarsiz holatda biz davom ettiramiz. Ko'ryapsizlarmi aziz obunachilar? Mana bu mashinamiz RF8 deyiladi. Mashina RF8, mashinamiz faralarini ko'ryapsiz. Monoqosh bilan chiroyli holatda, kechasi bilan juda o'ta go'zal dizaynda yonadigan, lilaga o'xshab yonadigan mashina hisoblanadi. LED fara bilan jihozlangan mashinamiz ikki xil motorda keladi akalar. Hozirgi kecha kunduzda naq turgani benzinli varianti turibdi. Buni gibrid varianti ham bor, xudo xolasa. Mashinamiz to'g'risida motorlarni birin-ketin ko'rsatishda va ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Chak yozuvdagi RF8imiz motorini ochib ko'rsatadigan bo'lsam, motorimiz benzinli motorda joylashgan bunisi. Buni gibridli varianti ham bor. Benzinli motorimiz 2 litr turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Ot kuchi 253 ta ot kuchiga ega. 100 km rasxoti, gideta 10 ta, 12 ta rasxot qilishi mumkin maksimali bu kitobda ko'rsatilmagan. Gavdasidan kelib chiqib turib, biz Jak oilasiga mansub pikaplarni oladigan bo'lsak yoki boshqa mashina oladigan bo'lsak, pikapdan ko'ra aqchamroq bo'lgani uchun maksimali 8 tadan 12 tagacha rasxot qilishi mumkin. Agar buni gibrid varianti ham bor, xudo xolasa, gibrid varianti 1.5 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Benzinli motorda ot kuchi 216 ta bo'ladi. Mashinamiz tashqi ko'rinishini ko'rdinglar, xudo xolasa. Va balonlarni gapirmasak bo'ladi. Balonlarimiz, xo'p, o'rta yumshoqlik balondan yumshoqroq hisoblanadi. GT Control balonlar qo'yilgan. Xo'p, 255R 18 balonlar bilan jihozlangan. Oldi diskretorimiz bilan jihozlangan. Amortizator hadovoy sistema juda ham yaxshi qilib qo'yilgan ekan. Buni ko'rib tekshirib chiqdik. Yon tomonga keladigan bo'lsa, bakovoy chiroqchalarimiz bilan jihozlangan va 360 gradus kameralar bor. Undan qizig'ini ko'rsataman aka. Mana bu narsani ko'ringlar. Prosta mazzali qochadi. Prosta mazzali qochadi. Eshikning ochilishini ko'ryapsizlarmi? Elektronik bitta knopkani shunday bosasiz ochiladi. Va shunday o'tirishlar bilan salonni komfortligi gap bo'lishi mumkin emas. Bu shofirning o'rindig'i emas, bu yo'lovchining o'rindig'i. Ya'ni uncha odam havas qiladigan darajada. Har bitta sidinkamiz elektronik, undan tashqari mana bu odam oyog'i charchamaslik atamankalargacha qo'yilgan ekan, hoji aka. Ko'ryapsizmi? Sidinkamizni elektronik boshqarib bo'ladi. Undan tashqari o'rindiq joylarini, chuqurchalarni to'ldirish uchun elektronik massajli knopkalar qo'yilgan. Mana bu yerdan eshikni elektronik ochiladi ichki tomondan, ruchkalar bor va mana bu knopkani bosadigan bo'lsangiz, mashq holatda merslarga qo'yiladigan stolchiklar. Kompyuteringizni qo'yib bemalol ishingizni qilib, biznes klassda ketganda ketish uchun mo'ljallangan nimalarimiz bor. Xo'p, undan tashqari panoramik tom bilan jihozlangan eng qizig'ini aytaymi, hoji aka? Mashinamiz orqa ikkita o'rindiq va orqa o'rindiqlarda ham abduh abagrovgacha qo'yilgan. Har bitta yo'lovchini individual o'ylab chiqilgan va e'tiborga olingan. Shuning uchun mana bu yerda narsalar qo'yish uchun kartinkasi ham mavjud ekan. USB portlarimiz. Bu yerda mana knopkalar. O'zingiz xohlagandek kansini qo'shasizmi, panoramani ochasizmi, yopasizmi, abduh abagrovga qo'shasizmi, o'z xohlagan usulda bemalol knopkalaringizni boshqarsangiz bo'ladi aka. Orqani ham ko'rsating. Orqa o'rindiqlar ham keng. Juda ko'p minivenlarda orqa o'rindig'i juda kichkina bo'lib qoladi, lekin buniki juda ham keng hisoblanadi. Mana bu yerda pasaganchi uchun suvlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Xolos yopib qo'yasiz, xolos ochingiz bo'laveradi. Mashinani biz ham birinchi marta ko'rib turibmiz, lekin juda ham optimal qilib ishlab chiqarilgan ekan. Endi shofirda o'rindig'ini ko'rmasak bo'lmaydi. Mana bu knopkani yopish kerak bo'lsa, bitta bosib qo'yasiz, o'zi avtomatik yopiladi. Eshiklar to'rtala tomonda ham bor. Ikkovi tomonning orqa eshigimiz elektronik ochiladi, yopiladi. Shofir tomonda eski eshik beskiluvchi, yon tomonda ham eshik beskiluvchi dasturlar bor. Ya'ni kaltoningizda bo'ladi, xohlagan eshigingizni shunday kelib ochsangiz bo'ladi. Mashinamiz salon qismiga keladigan bo'lsak, aka, birinchi ko'zga tashlanadigan narsasi monitor hisoblanadi. Juda ham splashni qilib ishlab chiqarilgan monitor. Undan tashqari avtoxod bu yerda klimat kontrol nazorati, besprovodniy zaryadniy va bu yerda skorslarimiz noodatiy qilib ishlab chiqarilgan ekan. Juda ham o'ta did bilan ishlab chiqarilgan desak, adashmagan bo'lamiz.
Bu yerda avto hold, parking, drive ga olish va parkovka qilish. Bu yerda 360 gradus kamerani boshqarish, eshikni ochish yopish knopkalar va ovozni boshqarib ketish. Sizga ovoz yoqmayapti, siz qo'lingizni olib borib o'tirmaysiz. Mana bu yerdan turgan holatda shunday buraysiz, avtomatik o'zi ovozi pastga ko'tariladi. Rullarimiz gidravlik rul hisoblanadi. Cruise control, climate control hamma narsasi shu rulda qo'yilgan medialar boshqarish va elektronniy o'ynak ko'tarishlar, bakois nazorati esa ichkaridan har doimgidek. Bu yerda esa bagajni ochib yopish uchun knopkalar ham qo'yilgan. Hattoki siz bagajni ochish uchun elektronniy boshqarasiz bo'ladi. Uni orqa tomonga o'tganda bitta ko'rsataman. Bu yerda esa max holatda abagrev, climate control, o'ynak bakovi qizdirish, isitish hamma knopkalar bor. Endi funksiyasi o'ta ham ko'p ekan. Undan tashqari luki ham bor ekan. Ya'ni arqa yo'lovchilar uchun panorama tom bo'lsa, siz uchun lukimiz отдельно qo'yib ketilgan. Xohlaganingizda mana bu yerdan ligirovkadan boshqarsangiz bo'ladi. Orqa bagajni bitta ko'rsatamiz. Mashinani rangi 5 xil rangda bor. Xudo xolasa xohlagan rangingizni olib kelaveramiz. Mana bu ko'rib turgingiz siyoh rangga o'xshab ketadi, lekin qorong'ida yuradigan bo'lsa, qora mashina deb o'yladi, kunduz yursiz, siyoh rangga yaxshi, yaqinroq rang hisoblanadi. Ya'ni Darkman Blowga yaqin rang desak ham adashmaymiz. Knopkachani bitta bosasiz va bagajimiz o'zi avtomatik ochilib keladi. Nima deyapti hoji aka? Sizga ma'qulmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa oilaviy yurishga, turizm bilan shug'ullanishga, har qanday ishingizga juda ham optimal variant. Mashinamizni shartnomalar ochilgan, bemalol pensiyalar telefon qilib, to'lovlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Agar sizga ortiqcha orqadagi odam yoqmayotgan bo'lsa, mana bu sidinkalar shunday o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz, bagajimizga yuklingizni bemalol joylashtirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Sidinkalarimizni yechib olib qo'yishga imkoniyatlari bor ekan, bemalol. Hattoki orqa o'rindiqqa mana USB portlar qo'yib ketilgan, pastda kanalchilar qo'yilgan, AUX sistemalar qo'yilgan, hattoki chiroqchalargacha qo'yilgan. Deflektorlar adden kelgan har bir yo'lovchiga. Hamma imkoniyat nima desangiz bor, xudo xolasa mashinamizda. Endi gapirsangiz gap ko'payib ketyapti hoji aka, xudo xolasa shuncha gapga yarashasiz, bemalol telefon qilib, menejerlardan to'liq ma'lumotlar olib, mashinaga to'lovlar amalga oshirib yuborsangiz bo'ldi. Shu mashina bitta kamchiligi sizda yo'qligi bo'lyapti. Mashinamiz orqa tomon spoiler bilan joylashgan, stop chiroqlari bor. Orqasida monoqoshli stop chiroq qo'yilgan, jack yozuvlar, neobechni boshqacha yangilik bilan yozilgan. Ikkita paktoroniy qo'yilgan ekan zatniga va stop chiroqlar orqasiga ham qo'yilgan. Zatnini ham ko'rsatib qo'yamiz. Restore bilan jihozlanmagan mashinamiz nezesini, ya'ni balkalar adin qilib, amortizator ходовой sistemasi ham juda ham mexga qilib ishlab chiqarilgan hoji aka. Endi bu mashina biznes klass bo'lgani uchun turizm qilasiz, o'ta qimmat yuradigan turistlar olib yursiz bo'ladigan variant. Bu oila bilan bemalol tog'larga yoki O'zbekiston bo'ylab sayohat yoki dunyo bo'ylab sayohatga bemalol chiqsiz bo'ladigan optimal variant hisoblanadi. Mashinamiz narxi aytib o'tgandek 45 ming dollar kutilgan, lekin hozir kecha kunduz narxini aytadigan bo'lsam, juda ham arzon holatda chiqqan hoji aka. Narxini yetishga shoshilamiz. 423 million 500 ming so'm narxi kursga hisoblab aytib beraman sizga. 6-noyabr kuni bilan hisoblayapman. Kursimizni 12 ming dollar hisobli 12 mingdan hisoblaganda 35.291 dollarga tushyapti. 35.291 dollarga aynan RFC 8 modelini bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Buni ikki xil varianti bor. Hozir kecha kunduzdek benzinli variantini narxini aytyapman. Gibrid varianti xudo xolasa chiqqanda uni ham narxlarini bitta video qilamiz va tanishtirib o'tamiz. Videoga albatta bitta like bosib, kommentariy yozgan bo'lsa, hammalarga rahmat aytaman. Xudo xolasa inshaalloh deb yozib qoldirgan kommentariy egalari Allohim shu mashinalarda zo'rini olib minishlik nasib ro'za aylasin. Oilasi uzoqda yurganlar oilasiga eson-omon qaytib kelishini nasib ro'za aylasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bitta like bosgan va podpiska qilib qo'ygan obunachilarimizga Allohim yetkazsin deymiz va videoni shu joyda tugatamiz. To'liq ma'lumotlarni biz bermagan ma'lumotlarni pastda nomerga telefon qilib menejerlardan olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Zarb Shoh bo'ldi.